Bu Farg'onada hamma biladigan Shakar qishloq masjidi. Bu esa o'sha hamma biladigan Shakar qishloqdagi urologiya markazi. Ushbu klinikani ro'parasidagi mahallada zo'r joyimiz sotuvga qo'yilmoqda. Mahalladan shundoqqina ichkariga kirganimizda aynan mana shu darvoza orqali bizni joyimizga kiramiz. Ushbu joy kottej quruvchilar uchun shunaqangi dahshat joy. Hozir ko'rsataman. Umumiy maydoni 31 sotikdan salgina oshiq. 8 ta kottejda bemalol tushirsa bo'ladi. Yonlayingda mana kottejning garodoklar ham qurilmoqda. Mana shu yerda adashmasam 10 taga yaqin o'sha kottej qurilib bo'lingan. Bunaqasiga uzunligi 43 metr atrofida, bunaqasiga 50 metrga yaqin. Chizmalarni hozir ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Yaxlit katta joy. Qurilish jarayonida ustalar ham shu yerda o'zida yotib olib ishlashi mumkin. Mana bu yerda bitta, ikkita, 3 ta va 4 ta binolari mavjud. Mana bu kottejlarni bitta ko'ramiz. Bu tomondan ham bitta mahalla ochsa bo'ladi. Biz kirgan joydan ham bemalol mahalla qilish mumkin. Aynan mana shu yerda bu tomonda ham mahalla ochilgan. Mana bu tomonda ham mahalla bor. Siz bu devorlarni olib tashab, mana bu tomonga bunaqasiga aylanasiga kottej qursangiz bo'ladi. Do'stlar, ushbu joyimizning egalari bilan narx-navoni biroz talashdik. Gaz, svet, suv zo'r, hamma sharoitlar bor. Eng asosiysi masjidning yonida, hamma biladigan urologik sentrda to'g'risidagi mahallada joylashgan ushbu joyimizda o'zi atrofda yer narxi $10,000 nari beri. Sharoitiga qarab, mahallaning ichkarisida yoki yaqinligiga qarab turib. Ushbu joyimizda 31 sotik joyda $190,000 ga xarid qilishingiz mumkin. Biz nomimizdan chiqqan quruvchi kuzatuvchilarimizga yana kelishtirib ham berishadi. Dokumentlari noturar. Bemalol uni turarga o'tkazib turib, bu yerda kottej qurishingiz mumkin. Foydali bo'lgan bo'lsa videoga like bosib qo'yinglar. Egalar raqami hozir ekraningizda turibdi. Bemalol o'zlari bilan telefonlashib, kelib joyni ko'rib, ma'lumotlari bilan, hujjatlari bilan tanishib turib, xarid qilishingiz mumkin.